Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Aziz ve muhterem Şarkı Türkistanlık qarindaşlarım. Hammanglarga Allah'ın güzel salamları olsun. Yana bir qitim yüz görüştügen Allah'a hamdlar olsun. Qiziq tema bo'layotgan Suriya to'g'risida deydiganimizni deb bo'ldik. Endi o'zimizning gaplariga kelamiz qarindoshlar. Bu bir konu temiyken burun sözlemekçi olup keyin vazgeçilgen. Bunu aldığınki Suriye temizden burunki videoda bunun ipucunu degendim. Başında bir tema sözleydiganlığım hakkında. Bugün şununla nasip oldu. Ko'rayotganinglardek mavzu inson psixikasidagi yutuqlar va tashviqot to'g'risida. Yana bu tashviqotning gapini qilyapmiz. Chunki chet elda qila oladigan harakatlarimizdan biri tashviqot. Shundaqla bizni parakanda qilayotgan, bizni qaymoqtirayotgan, bizni xatolarga boshlayotganmi tashviqot. Ya'ni Xitoy tashviqoti. Onun için biz teşviqat hakkında yana to'xtaladigan bo'ldik. Endi psixikadagi yutuq degan bu gap bir az g'alat tuyulgan bo'lishi mumkin abisinglarga. Chunki psixika degan ko'z bilan ko'rilir va qo'l bilan tutilur bir moddiy narsa emas. Shunda turib uning qanday yutuq bo'ladi deyilishi mumkin. Yan qarashlar dastlabda cho'qim g'alati tuyuladi. Bu hamma har qanday bir yan qarash uchun o'rtaq bo'lgan bir bizning tutumimiz inson bo'lish sifatida har qanday yangi narsaga bizning dastlabki inkosimiz shu g'alati tuyuladi. Psixologiya pinida shunday bir atalg'i bormi yo'q buni bilmayman. Chunki men psixolog emas, xabarim bor. Ben bunu o'zimning hayot tajribamga ko'ra bayqagan ish. Psixikada bor bo'lsa-mi bordi, balkim bunday atalmaydigandir. Boshqacha ilmiy nomi bo'lishi mumkin. Bunga men ashunchalik izohat berib o'tay. Hammanglarning hayot tajribanglarda ba'zi psixik sinoqlar uchun qo'llanilgan rasmlarni, hech bo'lmasa biror parcha rasmni ko'rgan kechmishinglar bo'lishi cho'qim. Misal qilinadigan rasmlarda insonning aqlini aldaydigan ajoyib ko'rinishlar bo'ladi. Shu yaqinqi bir oy yoki bir ikki oy ichida Facebook'ta shunday bir necha rasm ko'rdim. İnsanның psixikasini aldaydigan. Resim bek murakkab emas, to'limi oddiy. Shunda bo'lishiga qaramay, aqlni aldaydi. Buni diqqat qilmagan bo'lsanglar, hamda bundan keyin agar shunday rasmlar chiqib qolsa, diqqat qilib boqasizlar. Mana shunday rasmlarda odamni xatolashtiradigan, xato tuyg'u beradigan yoki har kim boshqa narsa ko'radigan resimlarni insondagi inson psixikasidagi yutuqlarni nishonlaydi. O'xshash bir resimni men boshqacha ko'raman, siz boshqacha ko'rasiz. Ya'ni ko'p misol qilinadigan resimlardan birisida bir tiz sızma resim bor. Onunda
yaş bir kız görünüdü. Ba'zilar yaş bir kız deb ko'radi uni, ba'zilar uningda bir mo'may ko'radi. Xuddi shunga o'xshash. Yana psixik kitoblarda boshlanishida ko'rsatiladigan bir rasm bor. Ikki odamning yantu turgan, bir-biriga qarashib, burun-buruniga yaqin turgan ikki odamning bosh surati. Qora rasm. Odamlar qop-qora soya shaklida. Endi bu rasmga qarasa, ba'zi odamlar nima ko'rding desa, ikki odam bir-biriga qarab turibdi deb ko'radi. Yana ba'zi odamlardan nima ko'rding desa, bir lo'nq ko'rdim deydi. İkki boshning o'rtasida qolgan oq bo'shliq lo'nqqa o'xshaydi. Demak, psixikada mana shunday ajoyib g'alati yutuqlar bo'ladi. İnsanlarning psixikasidagi bu yutuqlar haqida burunmi degan bo'lishim mumkin. Burun bu haqda tashviqotga oid bir videoda buni dedimmi yoki shuningga o'xshab ketadigan mazmunlar deyildimi degandek yodimda. Ishqilib bu psixik yutuqlar tashviqotlarning nishonidir. Teşvikat mana shu yutuqlarni ko'zlab planlandi. Ya'ni bu pek ko'p xil yutuq bu. Ba'zilar halqi rasmda ko'rilgandek insonlarni xilma-xil ko'rib buni aldanadigan yutuqlar bo'lsa, ba'zi tashviqot foydalanadigan yutuqlar. Planlash deyilgani bu teşvikatning planlanishi deganimizda inson psixikasini tikik yutuqlarni ko'zlab shuningga udullab planlanadi deyilganda asosan istixborot organlari tarafidan planlanadigan tashviqotlar qaratiladi bu. Ammo ommaviy tashviqotlardami bu yutuqlar nishonga ilindi. Bunday yutuqlardan foydalanib tashviqot qilish o'z g'oyasini yeyishga, qabul qildirishga tirishish. İnsanlarda to'g'ma bir sezgi deyishgan bo'ladi. Ya'ni men o'zimning bir gapini rost qilishga urinaman va boshqalarga mening gapimni qabul qildirishga urinaman. Bu shunday to'g'ma istak bo'ladi insonda. Ondan ba'zi insonlarda o'zining mush qarashlarini boshqalarga qabul qildirishda to'g'ma bir sezgi bo'ladi. Qanday shaklda desa, qanday usulda desa, qanday yani nishonlab desa, kishilarning oson qabul qiladiganligini to'g'ri hukm qila oladigan bir xil tug'ma qobiliyat bo'ldi ba'zi odamlarda. Masalan, siz chin ovozda kuchli ishonchga to'lganlik tuyg'usi beradigan kayfiyatda so'zlasangiz, bu so'zlaringiz yolg'on bo'lgan taqdirdami qarshi tarafga ishonchlik tuyuladi. Yolg'onlikqa o'zingizni xijil qilib da yuzituverlik bilan misildab ya hijolat aralash qilsangiz xalqni ishontirolmaysiz. Bu tug'ma xarakter deganimizning sababi ba'zi odamlar shuna qila oladi. Ammo hamma odam unda qilolmaydi. Hamma odam bir yolg'on gapni qilayotgan vaqtida
yoki bir tuhmatni to'qiyotgan vaqtida o'zining vijdoni azoblanib, xijolat bo'lib, uni rengi-ro'yidan, ovozidan, intonatsiyasidan chandırib qo'ydi. Bu ayrim odamlarga xos bir tuyg'u bu. Tug'ma qobiliyat bunmi. Ba'zi odamlar ko'rsiz hayotda chin ovozda, umuman chin, shundoq kuchlik, ishonchga to'lgan bir xil kayfiyatda gap qiladigan odamlarni ko'rsiz. Bunday odamlarning agipi yolg'on bo'lsa-mu, anglag'uvchilar darhol uningga ishonib qoladi, rost deb qabul qilib qoladi. Bu odamdagi insonlarning psixikasidagi yo'chuqni bayqiya olgan ortiqchiligidir bu. Mana bu inson psixikasidagi bir yo'chuq. Chin ovozda, ishonchga to'lgan kayfiyatda bir xil qat'iylik jarangishib turgan holda so'zlash bilan buni qabul qildiğili bo'ladiganligi bir qobiliyat bo'lsa, buni qabul qiluvchilardagi bu bir psixik yo'chuqdir. Kishini qarash tarafning ovozidagi o'ziga bo'lgan ishonchdan yuqumlanib, anglag'uchi kishi qarash tarafning so'zlig'ichining yoki so'zlig'ichining ishonchga to'lgan ovozidan, intonatsiyasidan yuqumlanib, uning deganlarini rost deb qabul qiladi. Bu bir turdagi rangvozlik bo'lib, ba'zi odamlarda mana shunda tug'ma xarakter bo'ladi va qarab turibla qip-qizil yolg'onni chin ovoz bilan ishonchga to'lgan kayfiyatda hech qizamasdilla deyish orqali kishilardagi psixik yo'chuqdan foydalanib unum qozonadi. O'tganda Ma'mtimin A'lo yozgan psixologiyaga oid bir kitobda o'tirib qo'yilgan bir muncha psixik holatlarning birisida bayon qilingan bir mazmun bo'lib, buning psixologiyadagi atalishini men hozir unutib qoldim. Men bu mazmunni dehqon tilida po'qi bulmuqini aralashtirish deb atab turay. Bak madaniy gaplardan ko'ra hazm qilishga osonroq bo'lar deb o'ylayman. Po'qi bulmuqi qanday aralashtiriladi? Siz bir ideyaga qarshi turg'ingiz bor. Qarshi turay desangiz tutamg'ichqidek dasmoyingiz yo'q. Faktimiz yo'q. Xalqni qoyil qilolmaysiz yoki xalqni ozdirolmaysiz. Qanday qilish kerak? Po'qni aqliga olmaydi. Po'q deganni qanday aqlaysiz? Uni yaxshi etdi, isiltdi deb sifatligini bo'lamda? Bo'lmaydi. Lekin po'qni aqliga bo'lmagan bilan bulmoqni aqlashga bo'ladi emasmi? Shunga po'qi bilan bulmoqni aralashtirasiz. Buning bilan xalqning diqqatini chalg'itib, ko'zlagan nishonga yetkilib bo'lmagan taqdirdami po'qni madiylashdek sharmandaligingizni yushirib, bulmoqni madiylayotgandek ko'rinib olasiz. O'tganlarda Ilhom To'xta haqida berilgan baholar ba'zilarga yoqmag'achqa uni oqlash uchun o'tirg'i chiqdi. İlham To'xta Xitoy hukmronligi muhitida bir raysinash elib berilsa, qanday natija berishini bilanmagidek dehqon emas, professor. Shunday turib Xitoy uchun bir dasmiy qozondirib bergan. Bu bo'lsa chet eldagi bir muncha choponchilarga ko'tarib yuradigan chopon bo'lgandi. Bu bizga foydasiz ahvol edi. Tanqidlanishi shart edi. Tanqidlandi. Ama çapançılar götürüp adetlengen çapandan mahrum buluşunu halamıgaçqa teracidi.
Mana shu chaqda po'qi bulmuqini aralashtirish usulini qo'llangan edi. Amasa Ilhom To'xti Bejonda turib, mustaqillik deb to'g'risi bo'lamdi. Qaranglar, bu ustuliqqa. Bo'layotgan gap so'zlarning bosh oxirini bilmaydigan nurg'un odam bo'lmay qolmaydi-ku. Mana shular bu gapni anglasa, cho'qim ras emasmi? Bejonda turib bunda degilaolmagan ekan, avtonomiyani o'zimi ras qil deyishdan boshqa nima chorasi? deb o'ylab, bu aqlashni to'g'ri topmay qolmaydi. Amaliyotda hech kim Ilhom To'xtidan Bejonda turib mustaqillik talab qilmadi deb og'rinayotgani yo'q. Nima natija berishini bilib turib, undaq bir ray sinashni elib bormagan bo'lsa bo'ladi demoqchi. Ammo chapanchilar po'qi bulmuqini aralashtirish usuli orqali buni oqlamoqda edi. Yana biri Dünya Uyghur Qurultayı'nın 8. növbetlik qurultayımidir yoki 20 yıllıkını tebrikleşmidir, aytavır yeni saylanganlarını tebrikleşmidir. Bunun atalgan tebriknamelerde mana bu iş görülüdü. Tebriklisi buludu, halığı adamның tebrikleşige hiç kim qarşı emas. Ama yalgan gaplar var. Qanday yalgan gaplar? Dünya Uyghur Qurultayı'nın Şarq Türkistanның mustaqilligi uchun elib boradigan kurashlariga utuq tilaydi. Bu keltirişiga Qurultayning qurilishini o'zgartirgan munosabat bilan Dünya Qurultayini chin qalbimdan tabriklayman. Asorat vatanimiz Sharqiy Turkistonning mustaqilligi uchun, ozodlik uchun, hurriyat uchun taxmo jonliq bir shaklda faoliyat qilishini, vatanimizning, millatimizning e'tiqodiy, milliy, diniy, islomiy qimmat qarashini qo'llanishida favqulodda sezgirlik ko'rsatib, taxmo yaxshi xizmatlarni qilishini chin qalbimdan tilayman. Alloh va barakatuh. Dünya Uyg'ur Qurultayı qurulganligining 20 yillik xotir kuni munosabati bilan barliq Sharqiy Turkistonlik qarindoshlarni tabriklayman. Dünya Uyg'ur Qurultayining Sharqiy Turkiston davosida elib berilgan 20 yilning mobaynida elib borgan barliq kurashlarni, faoliyatlarini, g'ayratlarini tabriklayman. Bundan keyin Sharqiy Turkistonning tamoman mustaqilligi, egilik huquqini qo'lga keltirish yo'lida Sharqiy Turkistonning besverilgan ishg'ol qilingan tuproq ekanligi, tamoman Sharqiy Turkiston xalqi mustaqil bo'lmaydiganlikdan iborat bir reallikni amaliyotda dunyoga isbotlashda kuchli shaklda bu faoliyatni elib berishini umid qilaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Dünya Uyghur Qurultayıning qurilganligining 20 yilligini Sharq Turkiston Ulamolar birligi nomidan tabriklayman. Xitoy vatanimizni ishg'ol qilgandan keyin bo'lib 2017 yildan keyin vatanimizda ilk qirg'inchilik ilib bordi. Bunga qarata muhojiratda faoliyat qilayotgan tashkilotlarimiz, aktivistlarimiz va xalqimizning tirishchanligida da'voyimiz xalqaralashdi. Jumladan Dünya Uyghur Qurultayıning bu haqda tuhfasiga alohida rahmat aytaman. Sharq Turkistonning hurligi va mustaqilligi yo'lida Dünya Uyghur Qurultayıning buningdan keyin texnik ko'p g'alabalar va natijalarni Kögününladek bu tebriklerde Dünya Uyghur Qurultayı'nın mustaqillik uchun elib berayotgan kurashlariga utuq tilaydi. Buni ko'rgan vaqtingizda vatanda bir xil ko'chadagi odamlar ayında bir nima adasiga birlariga rajuxtiranmasa, paketni ko'rib turibmi o'zining bag'razlachi gapini yo'g'latgan odamlarga deydigan bir uslubi bor. Hey, bag'raz, ko'zingga bir nima kirib ketganmi? Ayşı gapni degisini keltirdigan g'alati xubsellik. Ko'zingiz zadaval tatib olganmi? deydigan yana bir gap bor-ku vatanda. Shu gap odamning ko'ngliga keladi-da. Ashin degisi keladi. Hatto agar yuzma-yuz bo'lgan bo'lsak-da, yuziga shalaqida tukugisini keltirdigan. Ashunda tabriklar bu.
Nima uchun? Nima uchun unda tabriklar bu? Mana. Mani ko'matam sen, ko'zangga mani tiqib etaymi mani, deydigan gapimiz bor-ku vatanda. Bir qitim emas, 3 qitim jakalangan bir ahvol bu. Ya'ni o'zlari mustaqillik talab qilmaymiz deb jakalab bo'lgan bir qurum haqida mustaqillik kurashlariga utuq tilab tabriknoma yo'llashning o'zi, hatto Xitoylar bilan bir so'rinda qaynashib yurgan bir tashkilotning kurashlarida bu mustaqillik uchun bo'layotgan. Bu inson psixikasidagi yana bir turlik yuchuqqa yoki shu yuchuqni nishonlab qilinayotgan xubsan bir tashviqot bu. Bu avlarning avtonomiyachiligi va xitoyparastligini yoshirish, sharmandaliklarni yepish, pardozlab ko'rsatish urinishi bo'lib, bu amaliyotda bir tabriknomadek bo'lsa-mu, ko'rinishida tabriknomadek bo'lsa-mu, bir xil tashviqot bu. Bir xil e'lon, reklam. Ya'ni ta'tir tarafdan reklam qilib, o'sma qo'yish harakatidir. Tashviqotning bu turi to'g'ridan-to'g'ri tashviqotga qaraganda texmi ta'siri kuchli bo'ladi. Texmi chilliq tuyg'usi beradi. Bu xuddi adabiy yoziqchilikdagi yon tarafdan tasvirlash deyiladigan usulga o'xshab ketadi. Adabiyotda bir odamning simasini tasvirlaydigan ikki xil usul va onun birisi to'g'ridan-to'g'ri tasvirlash. Masalan, qo'yiq qoshliq, budur chashliq, oq suzuk yuzlik, bellarida tuzlik, balan. Bu abstraktlashib ketadigan bo'lg'achqa o'quvchining esida qolmaydi. Birmuncha alaydilik aqaqadan tuzilsa bir odamning turqidiki, bu o'quvchining esida qolmaydi. To'liq abstrakt bu. Şuna yan taraftan tasvirlash usuli qo'llanilsa, texmi jonliq bo'ladi. Masalan, tasvirlamoqchi bo'lgan odamning sahnaga kirib kelishi bilan boshqa personajlarning tili orqali uningga baho beriladi. Qaranglar, qoshlarining uzluqini. Voy, nima degan qo'yib. Yana biri, ko'zlarini demamsan, odamni xomiydi bu jin. Yana bir personaj deydi. Qomatining zilvaliqchi, ilibdek, xuddi bog'liq artistlarga o'xshaydi. Bu shaklda tasvirlash. Keyingisi konkret bo'lg'achqa texmi ta'sirlik va chilliqtisi qo'yiq bo'ladi. Tabriklovchilarning xubsan tabriklari amaliyotda to'g'ridan-to'g'ri Dunyo Uyg'ur qurultayimi mustaqillik istaydi deganga qaraganda unumli ta'sir beradi. Ya'ni mustaqillik kurish qilayotganligi talash tortishdagi masala emas. Allaqachon muqimlikka erishib, hatto umumning e'tirofiga erishib bo'lgan bir qilmishdek munozaraga o'ri yo'q darajadagi bir haqiqatdek sunilayotgan bir xil xubsan tashviqot. Chapanchilikning xubsanlikni asos qiladiganligini hammadan biladigan bir taraf bo'lsa-mu, xumsuluq qima tayinadigan tarafi bek bayqalmagan taraf edi. Buni yaqindan beri ko'rishga boshladik. Bumi inson bolasining psixikasida bo'ladigan yo'chiqdan foydalanishdagi tug'ma sezgiga ega bir qism qo'ymich tipidagi insonlarning alohida iqtidori hisoblanadi. Buningga moslashib beradigan yana bir yo'chiq
inson balasidagi tunji ta'sirotning yiltizi cho'nqur bo'lishidir. Bir yolg'on xabar, bir fitna tarqalsa, birmuncha odam qaymoqidi. Oxirin yana biri chiqib bu xabarning yolg'onligi, tuhmatligi, fitna ekanligi haqida 100 dalil bilan o'tirib chiqibmi, avval hosil bo'lgan ta'sirotni to'liq yuyib bo'lolmaydi. Buni oldin qatimma degandik. Bu texmi qo'rqinchli bir yo'chiqdir. Davlatlarning planliq tashviqoti, xususan istixborot tashviqoti mana shu g'alatilik, mana shu yo'chiqdan foydalanadi. Yana bir tarafi şu fitneni, töhmetni yoki yolg'on xabarni anglaganlarning jimisi keyingi tuzitishni anglamdi. Natayim. Mana bu masalaning ochqishliq tarafi, texmi non tegadigan tarafi. Mana shunday qilib, aşı töhmet yoki fitna bozorda hokim bo'lib qolaveradi. Buni bir az amaliy misollar bilan aytish, tushunishga yordam berishi mumkin. Yaqindan berki yangiliklardan biri sifatida yana shu sho'ri-qurg'ur, har qancha qilibmi yaxshi bo'lanmayotgan surgun hukumatga bo'layotgan hujumlarni tilga olishimiz mumkin. Birlarining menga yo'llagan WhatsApp to'plarida bo'lgan gaplar deb yo'llagan bir uchurda hukumatni nafratga nishon qilish maqsadlik fitnalardan ba'zilarini yuqorqi deganlarimizga misol qilishimiz mumkin. Sürgünde hükümetinin qora qo'saq ministrlaridan bizning odamlar 95% üstün degan mazmundagi fitna. Yuqori ovozli ishonch bilan aytilgan yolg'onlardan bir. Anglag'uchilar damallikqa rasmiki deb qoladi. Chunki savollash odatimiz yo'qligi. Bizning texmi yo'q, umumiy insonlarning yo'q, asosan Uyg'urlarning texmi yo'q bo'lganlikdan psixologik bu yo'chiq bu. Fitnalar uchun texmi foydali. Agar savollaydigan bo'lsak qanday bo'ladi? Sürgün hukumatdagi qora qo'saq ministrlardan 95% üstün bo'lgan odamlaring kimlar? Acaba bugungacha biz ularni biror ish, biror natija, adnasi biror parcha maqola bilan o'tirdi ko'midik-ku. Agar shunday natijalari bo'lsa, bizga bir ulanish uchuri berib beqinglar. Ko'rib baqali. Yoki sening odamlaring shunday oqqo'saq bo'lsa, hozirgi chiqilganlaringni so'ramay turayli-da. Bundan keyin büyük ishlarni vujudga chiqarib deganlaringni amaliyotda isbotlab boqmabsan. Birisini tushirish hisobiga o'zingni yuksaltishning qo'yida olmay, ish bilan o'zingni isbotlab boqmamsan. Andan biz sana el olayli. Deyish aqllarga kechmaydi. Anglapla qo'ydi va ergishib ketadi. Mana bu psixik ojizlik. Düşmanlarning shumliq darajalari uchun foydali rol o'ynaydi. Davomli rol o'ynab kelmoqda. Oldingi qatim deganimizdek, tashviqotda hujum qiluvchilarning g'alaba qilishidagi yoki hech bo'lmasa xeli utuq qozonishidagi sabab dal yo'chiq. Ras yolg'onni surishti qilib biroq ishinay demaydiganligimizdan maydonga keldi. Tabiiy maydonga kelgan ba'zi natijalarga oldirab ega bo'lib oladigan yana bir ajoyib ish bor. Kichik vaqtimizda jangalda eshak boqqach tezak terdigan chog'imizda biror eshak yoki biror kala quyrug'ini ko'targan hamon kim birinchi bo'lib ko'rgan va "O eshak dövleydi" devasa dövleydini qaranglar, jiq tezaklab biradi demakchi. Buni birinchi ulab devasa, uning chiqqan teziki shu odamga tava bo'ladi. Bu bir qoida edi, shu jangalning qoidasi. Xuddi shuningdek ishlar hayotda bek ko'p uchraydi ekan qarindoshlar. Hayron qolaman. 97-yili yoki 98-yilning boshlarida bir gazet xabarida Xitoyda bir tarixiy ko'vrikning o'ltirishib ketganligiga xabar qilinibdi ekan. Bir top Uyg'ur bu ishni nemish undaq bo'lgan deya, bu qanday bo'lib undaq bo'lgandi deb qiziqayotganning ustiga
Məmtimin Hazretim igi chiqib, mana shundaq ishlarimiz vojima. Sizlar bilmaydigan boshqa bir guruh odamlarimiz bor. Shuqtirmayapmiz juma degan bishorat bilan bu ishga igi chiqqan edi. Aslida bu ko'vrik g'uli bo'shab ketish sababidan o'ltirishib ketgan ekan. Hammanglarga ma'lum bo'lgan Uyg'ur qonunining tasdiqlanishiga darhol igi chiqishlar bo'lib, dal qonunning chiqishini 10 yil kechiktirgan to'pning odamlari igi bo'lib olgan. Va men shu chaqda bir videoda buni Chashqan bilan Mushukning bir karton filmidagi voqeaga o'xshatgan. Shuningdek, Volkswagenning Urumchidagi sho'basi olgan chekinish qarorimi egasiz qolmadi. Allohga shukr. Bularning hammasi eng avval ovoz chiqarib oqqarisi surishti qilinib, Rossiyalg'ini ayrilguncha siz egisi bo'lib qolasiz degan gap. Mana bular psixikadagi yuchuqlardan foydalanishga oid o'rnaklardir. Necha vaqtdan beri buyuk vazlari bilan diqqat tortib, vatanni mush ozod qiladigan diktoramdi nima degan ham xiyolga keltirib qo'ygan. Yo'g'on gap, o'ziga ishonishdan o'z mabtulliqqa qochgan chiqishlari bilan kishilarda ishonch tug'dirgandan keyin deyilayotgan nafrat qo'zg'ash yo'lidagi fitnalardan yana biri surgunda hukumatdagi otishliq 9 ministr. Mana bumi ana shu psixik yuchuqqa qartib etilgan zaharlik o'q bo'lib, qitg'o'rliq tashaydab aram turgan nurg'un kishilar buning rasyalg'anligi haqida boshqa turib o'tmaylar, ishonishga boshlaydi. Hukumatga eng zaharlik haqoratmi mana mushu qutqazg'uchi Xudo tarafidan qilindi. Atish bansichu. Texi shu gaplar bo'layotgan kunlardilar. Shuni bir qancha kun oldidilar kishilarga tildasi yutishga tirishgan bu tilchi kishilarni turkchilik so'zni bilmay qolgani uchun ayblaganligini unutib, o'zi Xitoychani cho'pdek og'ziga oladi. Yurtvozlik Uyg'ur millati uchun tabu bo'lish kerak ekan, buni oshkora tilga elish va bozorga selish yurtvozlik jidili boshiltish shum g'arzi tarix oldidimi bir jinoyatdir. Sen texi quruq gap qilgandan boshqa hech ish qilmay turib, millat ichida vabo taqatgan ekansan, bu millatga sendeklardan yaxshilik kelmaydi. Avloddan avlod la'natlanish kerak bir shum g'araz. Texi bu millatga bir yarmaq qozondig'ini yo'qken, bu millatga ehtiyot qilmasi bo'lmaydigan vabo virus taqtishga urinish kichik jinoyat emas. Büyük nazar egillaridan birining ovozida mening nazaridan tushib ketganligim deyilibdi ekan. Buning nazarininki egizligi qanchalikligini o'zi bilanmadim men. Tushgandek bir xil his qilmag'achqa bek egiz olmasi kerakmi deb o'ylayman. Bu mening kulkamga qistidi. Chunki men uning nazarining tüpsidagi chog'dimi hech narsa qozonmagandim. Undaq ekan nazaridan tushib ketishim bilan qaysi ziyonni tortishim mumkin? To'liq qiziq gap. Buni degichi oldi bilan Nasriddin apandimning tajribasi bo'yicha o'michuk to'ri to'qishdan burun o'z eg'irligini bilishi aqlli bo'ladi. Men kim degan savolni qo'yib ko'rish kerak edi. Bu janobning kimligini bilanmadim. Kim bo'lishdan qat'iy nazar fikrimda o'zgarish bo'lmaydi. Uning buyuk nazardan tushib ketishimga sabab bo'lgani Lutfullah Mutallib, Abdurahim O'tkir haqidagi deganlarim ekan. Ammo buni aqlig'idek imkon kishilarni qoyil qilg'idek desmiy bo'lmaganlikdan to'qibulmiqini aralashtirish usuli qo'llanib, bularga zo'rdun sabrni qo'shib olgan. Bu orqali nafrat qo'zg'ash, o'z safsatisini haqiqatga yaqinlashtirish urinishida bo'lgan. Nurg'un kishilar hali psixik yuchuq xafaligidan buning surishtisini qilmaylar. Voy, zo'rdun sabrni beynimi debdimi ya? Deblar uningga ergishadiganligidan ko'ngli emin holda shunday usul qo'llangan.
Men mustamlik şaraitida deyishga bo'lmaydigan cheklangan rayonlarga belgilengen mabutlarga çakılış kıpetindim. Halas. Onun üstüge pakit yeterlik. Eğer sen mavzudun öz kademi böyle imza koygan tursa, kındak müret kıysa, demekçi olsan bilmedim. Lekin kitap ne? Bizge yetip gelgen mirasını okup baktın mı? Yoki davranlar boyunca karşı çıkıp otamsa. Erkin dünyada bolsun mu küzünü aç. Dep agalandırgınım yaman bolgan bolsa, bilginini qiliver, çoqunuver. Ammo men o'zimga tushgan farzimni, qarzimni ado qildim. Paketlarim bo'lsa, quruq kapshimay, paket bilan oldim, chiqsam bo'ladi. Layoqating desmoyang bo'lsa tabii. Men bu matbuotlarga mabutlarga cho'qinishdagi qaysarlikka qarab, birdilla Qur'on qissalaridan Isroil avlodining fir'avndan qutulib chiqqandan keyin çölde 40 yıl adışıp yürgenlikiga diqqatim qo'zg'aldi. Ular qo'g'lab kelayotgan fir'avn qo'shinlaridan qutuloladi. Dengizdan ochilgan quruqliq yo'lidan iborat bir mo'jizani o'z ko'zi bilan ko'rdi. Emdilikda Yedidagi Kanon diyorini topolmay 40 yil adışıp yurgani qanday gap. Bu bir ilohiy hikmat, qarindoshlar. Çünkü kullukta kalıp şekillengen İsrail evladı mukaddes zımınga kirgidek salayette emesti. Kullukta künüp kalan yaki köndürüp itilgen nurgul bommuğur adetleri var. Yani şu adetlerini üzü bilen bille, yani şu mukaddes zımınga kötürüp bardıgan gapti. Şunu ular kasten azgaştırılgan. Ras emas mi? Ular Musa'ga nima deganda? Bizga cho'qinish uchun bir but yasab ber deb talab qildi. Yolg'onmi? Dengizning yerilib quruqliq yo'li hosil bo'lishdek Allohning mo'jizasi, yordamini ko'rgan turuqliq qulluq davrida shakllantirilgan odati bo'yicha but cho'qinishni davom qilmoqchi. Samiri tarafidan yasalgan mozoyga cho'qinmadimi? Mana shunday bir talay yomon odatlari kulluk devrinde şekillengen ya ki zulüm bilen zo'lab adetga aylandırıp itilgen edi. 40 yıl bir evlat yenilanaptı. Erkin muhitte tug'ilib o'sganlarda undaq adetler bo'lmaydi. Ondan bu yeni evlat muqaddas zaminga kirishga shart hozirlagan bo'ladi. Mana shuning uchun 40 yil eziqtirilgan. Buningdagi hikmat bizning amaliyatimizga tatbiq qilinsa, nimalarni ko'ramiz? Kulluk şaraitida tiklab berilgan mabutlarga erkin dunyodami cho'qinishni davom qilayotgan ozg'inlar yo'qmi? Erkin dunyoda xotirlashga boshqa tuzukroq odam topilmagandek Lutfullohni xotirlamadimi? Erkin dunyodagi muhojirlarimizmi Isroil avlodida 40 yilni boshdan kechirsa, erkin dunyoda tug'ilib o'sganlar cho'qim mabutlar haqida savollab bakmayla cho'qinishni miras almasligi mumkin. O çağda ular ata-analar tunuşturulgan mabutlar hakkında izlenip baksa bir ketmem poknu görürdü. Ve çokum ata-analarga hayran kalmaydı. Mana şu evlatlar mabutlarga mı, mening degenlerimge mi to'g'ri tarafsiz bahoni berishi mumkin. Men siyosiy mavqe, siyosiy maydon haqida oydinlik qozondurishga urindim. Bu siyasi kimlik meselesi. Ciddi bir mesele iken qandaqdir ichki o'tirliq yoki ishsizlik bilan aloqasi bormi? Ishi yomonlik yoki ishi yaxshilik haqida gap qilib o'tirishning nima munosabati? Buni tushunmoqdasiz. Ondan salohiyat, vazn, ig'irlik meselesi. Nechi sar kelaman deganni o'ylab gapga aralashishning zaruriyatimi bor. Masalan, men bir yozuvchi, edebiyot mening kasbim, til mening kasbim. Şuna yana bir edebiyotchiga baho bersam yo'lliq bir ish. Ammo sen kim? Hayotingda dadangga yozgan salom xatdan boshqa bir varaq bir narsa yozib baqqanmi? Sening bu sohaga aralashgudek, baho bergudek, qarash ifodaligidek nima salohiyating? Hayron qolmay chora yo'q. Her oshpaz
her işçi, her bidik, her işekçi yoki baqqal baho berolmaydigan ishmi bu? Demaydigan. O'zini bilmaslik bizdan bo'lsa kerak. Ezelden hükümetke düşmanlık tutumida bo'lib kelgan ba'zi tijmallarning to'xtamay qilayotgan so'roqlashlarda yotgan g'araz nima? To'qi bilmoqni aralashtirish usuli bilan rostga yolg'onni qetib chalvoqashlari ana shu psixik uchuq tufayli hech kim surishti qilmayla rostmiki deb qoladiganlik taxminidan maydonga kelgan hujumlardir. Agar bir sana yaqin kelmaslikni tanlagan bo'lsa, yoki sening tugamas savollaringga pisand qilmagan bo'lsa, sen avval o'zingni tekshirib baq. Oldi bilan menga ishonmaydigan o'xshamamdi deganni aqlingga kelti. Samimiyatsizliking, tutamsizliking, tuhmatxo'rliking, dushmanlik niyating bilingan misollar bo'lgan bo'lishi mumkin. O'tmishingda. Şuna sana işenmegen, seni sohbetke muhatap ko'rmagan, seni yaratmagan bo'lishi mumkinligini faraz qilmamsan. Aqlingni ishlat, peshonangni silib et, o'tmishingga qara, andin gap qil. O'tganda bir yozmishimda tilga olgan o'tganda bir yozmishimizda tilga olgan bir masalam bor. Kim men demasdan ba'zilar palonchi yerdan Pukoni tashkilotdan yoki bakınç tashakküldan chiqib ketganligini tantana bilan jakolab ketishlar haqida. Voy qadrligim, sen bir hichsan, hich. Sening qatilishing hech nima qozondirmagandek, sening chiqib ketishingmi hech narsaga ziyon bo'lmaydiganligini o'ylab ko'rmadingmi? Buni haliqi psixik bo'shliqdan foydalanib, kishilarga ta'sir ko'rsatish va shuning bilan bir vaqtda o'zidan iborat bu hichga ma'lum qimmat qozondirish urinishidir. Qarindoshlar, telefonlar kelib ketdi. Men gapimni mishada to'xtataman. Yana bir qatim ko'rishguncha omon bo'linglar. Hammanglarni